Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzularimiz keton metabolizmlariga qaratilgan hisoblanadi. Keton hosil bo'lish uchun asosan bizda asetil quvvatlar xomashyo bo'lib xizmat qilib beradi. Ular ma'lum bir jarayonlariga, ya'ni o'sha fiziologik zo'riqqan holatlarimizda, ochlik holatlarimizda hamda patologik holatlarimizda foydalanar ekanmiz. Bizda keton tanachalari asosan sintezlanadi. Kepatitlarimizda mitoxondriyalarda bu jarayonlar amalga oshadi. Shu hosil bo'lgan keton tanachalardan organizmni ochlik holatlarimizda skelet hamda yurak muskullari juda ham ochlik holatlarida miya hujayralari bundan foydalanadi. Unga qo'shimcha sifatida biz kirishimiz mumkin. Buyraklar ham energiya sifatida ulardan foydalanadi. Mana shu jarayonlarimiz keton hosil bo'lishiga qaratilgan barcha jarayonlarimiz jigarda kechikani bilan, ammo jigarlarimiz bu keton tanachalaridan energiya sifatida foydalana olmaydi, chunki jigarlarimizda teoferaza fermenti mavjud bo'lmaganligi sababli hisoblanadi. Xo'p, organizmda 3 xil bizda keton tanachalari bor. Asetat, beta gidroksibutirat hamda asetonlar hisoblanadi. Xo'p, keton sinteziga qaratilgan reyestrlar ko'rib turibmiz. Bu ikkita asetil quva o'zaro reaksiyaga kirish natijasida teloza ferment yordamida bitta karbon angidridni chiqarib yuboradi hamda asetil quvani hosil qiladi. Unga yana bitta asetil quva qo'shamiz hamda bitta quvani chiqarib yuboramiz. Asetil quvaga asetil quva yana qo'shadigan bo'lsak, ejemji quva sintetaza ferment yordamida ejemji quvani hosil qilamiz. Endi ejemji quva liaza ferment yordamida esa bitta asetil quva hamda quvani chiqarib yuboramiz. Bizda asetat ya'nida birinchi bo'lgan dastlabki ketonimiz hosil bo'lyapti. Endi bu ketonimiz qonga chiqqandan keyin qonga chiqish orqali bitta karbon angidridni chiqarib yuborib asetonga aylanadi. Aseton bu asosan bizda gormonal fol buzilgan holatlarida yokida alkogolizm holatlarida ham qonda miqdori ortadi. Ya'nida o'sha organizm ichganda alkogolizmlarda spirtli ichimlik iste'mol qilganda o'ziga xos bir hid keladi. Meva hidi deyishadi, lekin bu meva hidiga o'xshamaydi. Juda ham bir boshqacha o'ziga xos bo'ladi. Mana shu aseton hidi hisoblanadi. Hamda bir qator patologik holatlarda ham o'sha og'izdan aseton hidi kelishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, asetat degidrogenaza ferment yordamida nadefdan NADH hosil qilib turib bitta gidroksibutiratga aylanadi. Bu esa bizda 3-chi bo'lgan keton tanachamiz hisoblanadi. Organizmda ikki xil holatda keton tanachalari bizda sintezlanadi. Ya'nida o'sha organizmda fiziologik zo'riqqan holatimizda, ochlik holatlarimizda lipoliz jarayoni aktivlanib ketadi. Glukoza tabiiyki qondagi miqdori juda ham tushib ketadi. Lipoliz aktivlangandan keyin yog'lar o'zaro parchalanib turib, bizga asetil quvalar hosil bo'lish jarayoni ortib ketadi. Asetil quvalardan esa biz yuqorida gaplashib o'tgan keton tanachalari sintezlanar ekan. Xo'p, patologik holatlarda ko'rib chiqadigan bo'lsak, patologik holatlarimizda asosan qandli diabet nazoratsiz qoldirilgan birinchi tipli qandli diabetda kelib chiqadi. Bu ya'nida o'sha qonimizda glukoza miqdori juda ham tushib ketadi. Lipoliz jarayoni aktivlanadi. Endi lipoliz aktivlangandan keyin asetil quvalarning ham bizga hosil qilib berilish jarayoni tezlashadi. Ketogenez aktivlanadi. Ya'nida keton hosil bo'lish jarayoni aktivlangani uchun ketonimiz bizda juda ham ko'p miqdorda hosil bo'ladi. Bu o'sha qon, o'sha siydik analizlarda ham biz buni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, yana keyingi holatlarimiz bizda alkogolizm holatlarida. Ya'ni alkogolizmda nadeflar miqdori juda ham ko'p ortib ketadi. U yerda etanolni o'zaro parchalanish jarayonida degidrogenaza fermentlari yordamida amalga oshib turib, natdan juda ham ko'p miqdorda NADHlar hosil bo'ladi. Endi bu NADHlarning ortishi natijasida asetil quvalarning ham hosil bo'lishi ortib ketadi.
Chunki o'sha etanolda parchalanganda oxirgi mahsuloti sifatida asetil kova hosil bo'ladi. Bu asetil kovaning ortishi glyukoneogenezga manfiy ta'sir ko'rsatadi hamda ketogenez kuzatilgan ekan do'stlar. Xo'p, bizga bu jarayonda asetil kovalar ortyapti miqdori, lekin o'sha allosteric ravishda boshqa reaksiyalarni ham bloklab qo'yadi. Misol keltiradigan bo'lsak, Krebs sikli ya'nida biz undan oldin sizlar bilan gaplashib o'tdik. Hosil bo'lib turgan mahsulot ortadigan bo'lsa, endi organizm bo'ldi menga yetarli deydida, undan oldingi reaksiyalarni bloklab qo'yadi. Mana shu jarayonlarimizdan biri bizga Krebs sikli hisoblanadi. Hamda glyukoneogenez jarayonlarini ham u o'sha manfiy ta'sir ko'rsatish natijasi bloklab qo'yar ekan do'stlar. Keton tanachalarimizdan bizda juda ham ochlik holatlarida neyronlar foydalanadi. Buni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Hop, endi sizlar bilan keton tanachalarning parchalanishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda beta gidroksibutratni ketonimizni misol keltiradigan bo'lsak, u dehidrogenaza ferment yordamida, ya'ni uni parchalanish natijasida bizda energiyalar hosil bo'ladi. Dehidrogenaza deyaptimi? Demak, do'stlar, bizda vodorod chiqib ketyapti, natdan nadef hosil bo'lyapti degan o'y-xayol sizlarga kelishi mumkin. O'zlaring uchun bir belgi, marker sifatida qabul qilib kiritib olinglar. Bu reaks asosida asetat hosil bo'ladi. Bu asetat asetil kovaga aylanadi, ya'nida transferaza ferment yordamida. Bitta o'sha suksinol kovadan suksinat hosil bo'ladi. Bu nima uchun misol keltiryapmiz? Ya'ni bu asetatga bitta kovasini beradi hamda asetil kovaga aylanadi. Endi teloza ferment yordamida ikkita asetil kovani hosil qiladi. Chunki asetil kova bizga ikkita asetil kovani o'zaro reaksiyaga kirish natijasida bitta kovani chiqib ketganligi hisobiga hosil qilib berilayotgan edi. Endi mana shu ferment yordamida bizda ikkita asetil kova hosil bo'ladi. Endi bu asetil hosil bo'lgan asetil kova turli xil jarayonlar uchun safarbar qilinishi mumkin. Misol uchun Krebs sikllari. Xo'p, mana biz sizlar bilan albatta yuqorida gaplashib o'tgan reaksiyalarimiz bilan misol keltirilgan aseton hidlari mana misol uchun qon orqali o'pkalarimizga borib turib, o'sha nafas chiqarganda mana shu hidda o'sha organizm sezishi mumkin. Shu achigan meva hidini beradi do'stlar. Qandaydir yoqimsiz, o'ziga xos bir hid hisoblanadi. Sizlar bilan gaplashib o'tgan reaksiyalarimiz bu yerda ham bir qator ko'rsatib berilgan. Bilan o'zlaring yana bitta ko'rib qo'yishlaring mumkin. O'zlaring uchun mana gepatitlarimizda, jigarimizda mana shu jarayonlar hosil bo'lyapti, sintezlanyapti. Asetonlar. Endi mana bu muskullarimizga borib turib, bu jarayonlar parchalanishi amalga oshyapti. Mana hosil bo'lgan asetil kovalarimiz esa atiflarni hosil qilib berish uchun Krebs sikllariga kirib ketyapti. Xo'p, bizda nitropyuretit test haqida sizlar bilan gaplashadigan bo'lsak, bu test asosan qon plazmasi yokida o'sha sidik tarkibida keton tanachalarini aniqlash maqsadida foydalaniladi. Bu test asetat hamda asetonni aniqlashga yordam beradi, lekin bitta gidroksibutratda foydalana olmas ekanmiz do'stlar, bu reaksiya asosida. Lekin bitta manfiy tarafi bor. Biza bundan alkogolizm, spirtli ichimlik iste'mol qilganda aniqlab ola olmaymiz, chunki yerdagi hosil bo'lib turgan nadeflarning soni ortib ketganligi hisobiga asetatlarimizdan beta gidroksibutratlar hosil bo'linadi va bu jarayonlarimizda bizda nitropyuretit testida buni aniqlab bo'lmaydi. Shuni hisobiga alkogolizmda bu reaksiya amalga oshmas ekan do'stlar. Diabet ketogenezni davolash uchun bir qator dorilarni keltirib qo'ydik. Intravenöz suyuqliklar berishimiz mumkin. Undan tashqari kaliy xlor va boshqa bir qator dorilar farmakologik jihatdan ham biroz to'xtalib o'tdik. Sizlar bilan bugun ko'rib chiqmoqchi bo'lgan mavzularimiz xuddi shulardan iborat edi. Alloh taolo olgan ilmingizni ziyoda qilsin. Salomat bo'ling.